Xalqaro jamiyatning norozilig'ining kuchayishi bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerini taqavatganligi haqida so'zlar tarqaldi. Xitoyning 2019-yili davlat chegarasini dunyoga ochib o'tish plani doirasida yig'ilish lageridagi asirlarni taqitish boshlanganligi xabar qilindi. Xitoy doiralarining lagerlarni 5 turga ayirganligi, bulardan ba'zisining turmaga qamalganligi, ba'zisining har kuni uyiga berib kelishga yo'l qo'yilganligi bildirildi. Shuning bilan bir vaqtda necha kunning oldida Finlandiyada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchi Xalmurat Uyg'ur bir yildak vaqtdan buyon yig'ilish lagerida tutib turilayotgan ota-onasining qo'yib berilganligini Twitter hisobida e'lon qildi. Indoneziyaning poytaxti Jakartadagi Xitoy bosh elchixonasi oldiga yig'ilgan yuzlarcha kishi Uyg'urlar ustidagi bostir siyosatlariga qarshi yana bir qatim namoyish o'tkazdi. Shuning bilan birga Eskishar uyg'onish munbiri boshchiligida Eskishar Osman Gazi Universitetida Sharq Turkistondagi zulmlarga qarshi namoyish o'tkazdi. Dunyoda oldingi qatordagi texnik shirkati Huawei'ning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va boshqa nazorat qilish sistemalarini o'rnatishga qo'li bog'lig'i o'tirg'i chiqdi. Kishilik huquq qo'g'dovchisi Louisa Grauning Washingtondagi bir aloqador ombirining yig'inida qilgan so'zida Huawei'ning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchilariga bevosita yordam berganligi bildirildi. Afrika taratqullarining xabarlarida Xitoy temir yo'l doiralarining Xitoy bankasidan olgan qarz bilan Keniya temir yo'l shirkatining qo'lidagi Mombasa portini Keniya hukumatidan sotib ololadiganligi bildirildi. Bu vaqtdagi xabarlarda Xitoy Import-Export bankasi Keniya temir yo'l shirkatining qarzlarini to'lasa, Keniya port idorasi ustida bir asosga ega bo'ladi deyildi. Nigeriyaning sharqiy shimoldagi qurolli guruhlarining hujumlari sababli yaqinqi bir oyda oz deganda 2000 kishi ko'chishga majbur bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insonparvarlik yordami ishxonasining ma'lumotlariga asoslanganda, davlatning sharqiy shimolda Boko Haram boshchiligidagi qurolli tashkilotlarning hujumlari sababli 2000 kishi davlat ichida yer almashtirishga majbur bo'lgan.